Chaqaloqlarni aka va opalari bilan yolg'iz qoldirish mumkin emas, chunki bolalar chaqaloqlarni ko'taraman deb ularning bo'yini va bel umurtqalariga jarohat yetkazib qo'yishlari mumkin. Chaqaloqlarning eng nozik joyi bu ularning bo'yinlari va umurtqa pog'onasidir. Umurtqa pog'onasi suyaklari yaxshi rivojlanmagan, bo'yin mushaklari esa hali to'liq kuchga kirmagan bo'ladi. Bolalar chaqaloqlarni ko'tarishi, parvarish qilishi va sut mahsulotlarini berishi mumkin emas. Chaqaloqlar uyga kelgandan keyin ulardan katta aka va opalarda 1 yilgacha psixologik o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Bolalar sababsiz baqiradigan, injiq va tajovuzkor, agressiv bo'lib qolishadi. Chaqaloq uyga kelgandan keyin bolalarning o'zgarib qolishiga asosiy sabab bu ota-onalar tomonidan bolalarga nisbatan e'tiborning kamayib, chaqaloqga nisbatan e'tiborning ko'payishidir. Bu holat bolalarga yoqmaydi va chaqaloqlarga nisbatan qarshilik, raqobatlashish va tajovuzkorlik paydo bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar chaqaloqlar kelgandan keyin e'tiborlarini ham chaqaloqga, ham bolalarga bir xil nisbatda qaratish kerak. Bundan tashqari ota-onalar qiladigan eng katta xatolardan biri 8-10 kilolik bolalarni o'zlarining 5-6 yoshli bolalariga berib qo'yishadi. Ukangga qaramaysanmi, siningga qaramaysanmi degan gaplar bilan chaqaloqni berib qo'yishadi bolalarning qo'liga. Bu ikkita narsaga olib keladi. Birinchisi, ehtiyotsizlik natijasida chaqaloqning qo'lidan tushib ketishiga, ikkinchisi, qo'lidan tushib ketmagan taqdirda ham 10 kilolik bola 5-6 yoshli bolaga og'irlik qiladi.